Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich. Hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan egalik kategoriyasi mavzusini ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzumizning rejasi kategoriya haqida ma'lumot. Ikkinchi rejamiz egalik kategoriyasining umumiy grammatik ma'nosi va uchinchi rejamiz egalik kategoriyasining vazifalari. Hurmatli tinglovchilar, grammatik kategoriya nima degan savolga o'tgan darslarimizda javob berdik. Yana bir qisqacha eslatib o'tamiz. Demak, kategoriya bo'lish uchun ma'lum bir xususiyatlariga ko'ra birlashib, ya'ni umumiylikni tashkil qilib, ayrim jihatlariga ko'ra, o'ziga xosliklariga ko'ra zidlanadigan, ya'ni bir-biridan farq qiladigan shakllar yig'indisi, to'plami bu kategoriya hisoblanadi. Demak, kategoriyani tashkil qilish uchun kamida 2 va undan ortiq birliklar tashkil bo'lishi kerak va albatta ular ma'lum bir xususiyatlariga ko'ra birlashgan bo'lishi shart. Ya'ni bir nom ostida birlashgan bo'lishi kerak. Masalan, taqdimotimizda keltirilyapti, masalan, nisbat kategoriyasi. Nisbat kategoriyasi deyiladi va uni bilamizki, 5 ta nisbat kategoriyasi nomi ostida birlashadi. Ya'ni barchasi bajaruvchining harakat holat jarayonidagi ishtirokini ko'rsatsa, bajaruvchi va harakat holat o'rtasidagi munosabatni ko'rsatsa, lekin albatta har biri bir-biridan ma'lum darajada farq qiladi. Masalan, o'zlik nisbat bilan majhul nisbat bir-biridan farq qiladi yoki orttirma nisbat bilan birgalik nisbati bir-biridan farq qiladi. Ya'ni bular o'zaro zidlanishga ega. Umumiyligi mavjud va o'zaro zidlanishga ega va xuddi shuningdek, demak, harakat tarzi kategoriyasi, ya'ni ko'makchi fe'llar kategoriya sifatida olingan. Bundan tashqari o'zgalovchi kategoriya, fe'llarning o'zgalovchi kategoriyasi sifatida bilamizki, harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh beriladi. Ya'ni uchalasi o'zgalovchi fe'llarning o'zgalovchi kategoriyasi hisoblanadi va bu atama bizningcha juda ham mos tanlangan, ya'ni fe'lni boshqa turkumga o'xshatadi, o'zgalaydi. Harakat nomi otga yaqinlashtiradi fe'lni, sifatdosh sifatga yaqinlashtiradi, ravishdosh esa demak ravishga yaqinlashtiradi. Shu o'rinda shuni ta'kidlashimiz joizki, o'zgalovchi kategoriyasi nomi ostidan demak birlashadi harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh va albatta harakat nomining ham o'zi bir kategoriya, sifatdoshning o'zi ham bir kategoriya va ravishdosh ham bir kategoriyani tashkil qiladi. Ya'ni kategoriya ham ma'lum bir kategoriyalarga bo'linishi mumkin. Demak, o'zgalovchi kategoriya yana 3 ta kategoriyaga bo'linadi. Sababi o'sha sifatdoshni olib ko'radigan bo'lsak, o'tgan zamon sifatdoshi, hozirgi zamon sifatdoshi va kelasi zamon sifatdoshi shakllari bir-biridan farq qiladi. Ma'lum bir-biridan farq qiladigan ma'no ifodalaydi. Yonayotgan sham, yongan sham, yonadigan sham. O'qigan bola, o'qiyotgan bola, o'qiydigan bola. Demak, e'tibor qilganingizdek, bu uchalasi bir-biridan ma'no jihatdan farq qilyapti. Demak, albatta o'zaro zidlanishga ega va bir umumiylikka ham ega. Ya'ni umumiyligi ular fe'lni sifatga xoslovchi shakllar hisoblanadi. Demak, bir kategoriyaning o'zi yana bir necha kategoriyaga bo'linishi mumkin. Kesimlik kategoriyasi ham xuddi shunaqa. Kesimlik kategoriyasi nomi ostida birlashadi. Tasdiq, inkor, zamon, shaxson, mayl, bog'lamalar kabi birliklarni olishimiz mumkin va ularning o'zlari ham demak bir qancha kategoriyalarga bo'linishi mumkin. Daraja kategoriyasi, demak, sifatlardagi daraja kategoriyasi daraja nomi ostida birlashadi va albatta bir-biridan farq qiladi, ya'ni zidlanadi. Son kategoriyasi bilamizki, birlik va ko'plik bor. Ya'ni kategoriyaga qo'yilgan asosiy talablardan bittasi birdan ortiq bo'lishi kerak. Demak, son ham birdan ortiq, ya'ni birlik va ko'plikka ega va ikkalasi ham narsalarning miqdorini bildiradi. Ayrimlari bittaligini, ikkinchisi esa birdan ortiqligini bildirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazarda, ya'ni sonini, miqdorini bildirish nuqtai nazaridan birlashyapti va o'zaro ular zidlanadi birlik va ko'plikni bildirishiga ko'ra. Kelish kategoriyalari ham xuddi shunaqa. Egalik kategoriyasi ham demak oldingi so'zni
keyingi so'zni oldingi so'zga bog'lash vazifasini bajarish nuqtai nazaridan birlashadi, lekin albatta barcha egalik shakllari bir-biridan farq qiladi. Masalan, birinchi shaxs egalik shakllarini o'rnida ikkinchi shaxs egalik shaklarini ishlatish uslubiy xatolikni yuzaga keltirishi mumkin. Ya'ni birinchi shaxs egalik shakli aynan birinchi shaxsni bildirsa, ikkinchi shaxs ma'nosini bildiradi va birlik, ko'plik nuqtai nazaridan farq qiladi. Ya'ni umuman olganda bu shakllar to'plami o'zaro ma'no munosabatiga ko'ra bir-biridan farq qiladi, ya'ni zidlanadi. Lekin keyingi so'zni oldingi so'zga bog'lash nuqtai nazaridan birlashadi. Demak, kategoriyadagi talabga javob beradi. Egalik kategoriyasi ham, ya'ni ayrim xususiyatlariga ko'ra umumiy, ayrim xususiyatlariga ko'ra bir-biridan zidlanadi. Bo'lishli, bo'lishsizlik kategoriyasi bilamizki, demak, bo'lishli, bo'lishsizlik kategoriyasi bor. Ya'ni fe'l kesimdan boshqa vazifada kelgan fe'llarning tasdiq bo'lishli yoki bo'lishsizligini ko'rsatadi va o'z o'rnida buni ham kategoriyaga olishimiz mumkin. Chunki albatta bu birdan ortiq va o'sha mavjud emaslik nuqtai nazaridan birlashtirsa, lekin demak bittasi mavjudlik, bittasi mavjud emaslik ma'nosini anglatadi. Ya'ni bittasi bajarilgan harakat holatini, bittasi bajarilmagan harakat holatini bildirishiga ko'ra o'zaro zidlanadi, farqlanadi. O'qidi, demak, o'qimagach yoki o'qigach kabi. Demak, bir qancha kategoriyalar bor o'zbek tilida va bularni keyingi darslarimizda birma-bir ko'rib o'tamiz. Siz bilan bugun egalik kategoriyasi haqida gaplashamiz. Demak, egalik kategoriyasi bilamizki, turli xil qo'shimchalar orqali yuzaga keladi va demak, qarashlilik ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. Bu albatta shaxs va sonda o'zgaradi. Ya'ni egalik kategoriyasining birinchi shaxsdagilari im, emas, ikkinchi shaxs ing, ingiz, uchinchisi i, si yoki ko'plik qo'shimchasidan keyin ini qo'shish orqali uchinchi shaxs ko'plik yuzaga keltiriladi. Lekin bunda lari qo'shimchasini egalik deb olishimiz biroz noto'g'riroq bo'ladi bizningcha. Demak, lar ko'plik qo'shimchasi, o'sha ismlarning ko'plik qo'shimchasi, i esa egalik qo'shimchasi hisoblanadi. Masalan, kitobi, demak, uchinchi shaxs birlik, kitoblari bo'ladigan bo'lsa, uchinchi shaxs ko'plik. Demak, bunda lar ko'plik qo'shimchasi i egalik qo'shimchasi deb baholangani ma'qul. Demak, hurmatli tinglovchilar, e'tiborli bo'lamiz. Taqdimotimizda ham keltirilyapti. Egalik shakllari birlik va ko'plikda o'zgaradi. Ya'ni im, ing, i yoki si shakllari birlikni, imiz, ingizlari shakllari ko'plikni bildirishga xizmat qiladi va albatta bularda ham uslubiy xususiyatni, ya'ni bir-biri sinonimiyani ma'lum darajada kuzatishimiz mumkin va buni darslarimiz davomida ko'rib o'tamiz. Egalik kategoriyasining sintaktik mohiyati keyingi mustaqil so'zning oldingi ifodalangan a yoki ifodalanmagan b mustaqil so'zga sintaktik munosabatni ko'rsatish. Ya'ni egalik qo'shimchasi keyingi so'zni oldingi so'zga bog'lash, sintaktik munosabatni ko'rsatish vazifasini bajaradi. Bunda ba'zida oldingi so'z tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. O'sha taqdimotda ham keltirilyapti. Mening kitobim, demak, kitobimdagi im egalik qo'shimchasi oldingi so'z, ya'ni kitobning oldingi so'z, ya'ni menga qarashli ekanligini bildirishga xizmat qilyapti. Ba'zida esa oldingi so'z ifodalanmasligi mumkin. Masalan, ishing yoki sevinchim kabi, mening sevinchim emas, sevinchim yoki sening ishing emas, ishing kabi berilishi mumkin. Lekin bunda ham egalik kategoriyasining umumiy grammatik ma'nosidan chekinish deb olinmaydi. Bunda ham demak oldingi so'zga bog'lashga xizmat qilayotgan bo'ladi. Bu kategoriya shaxs va son ma'nosi bilan uzviy bog'langan. Albatta yuqoridagi taqdimotda ham ko'rdik. Demak, egalik qo'shimchasining birinchi shaxsdagilari im va ikkinchi shaxsdagilar ing. Kitobim desak, demak o'z o'rnida menga qarashli kitob ekanligini bildiradi. Eng asosiy vazifasi qarashlikni bildiradi. Bundan tashqari, demak, birinchi shaxs, ya'ni kitob mening kitobim, ya'ni menga qarashli kitob, birinchi shaxsga qarashli shaxs ma'nosini ifodalaydi va bundan tashqari son ma'nosini, ya'ni birlikda ekanligini ham bildiradi. Demak, egalik kategoriyasida o'sha shaxs va son ma'nosi u bilan uzviy bog'langan. Demak,
Shu sababli egalik shakllari doim shaxs va son ma'nosini qo'shib ifodalashga xizmat qiladi. Egalik kategoriyasi qaratqich kelishiga va bosh kelish shakli bilan zich munosabatda bo'ladi. Demak, egalik qo'shimchasidan oldingi so'z qaratqich kelishigida bo'ladi deb berilgan ko'pchilik adabiyotlarda, lekin ayrim darsliklarda o'sha bosh kelish shaklida bo'lishi ham qayd etilgan, ya'ni qaratqich kelishigi belgisiz qo'llanilishini ayrim darslik va qo'llanmalarda bosh kelish deb berilgan holatlarni kuzatishimiz mumkin va o'sha nuqtai nazardan demak oldingi so'z bosh kelishda bo'lishi mumkin degan xulosani olishimiz mumkin, yoki ba'zida egalik shakllari bilamizki unda ajratilganlikni bildiradi, unda ham oldingi so'z bosh kelishda bo'ladi. Demak, hurmatli tinglovchilar, egalik shakllari bir qancha vazifani bajarishga xizmat qiladi va bulardan eng asosiysi va egalik qo'shimchalarining faol bajaradigan vazifasi bu qarashlilik vazifasi hisoblanadi va barcha shaxsdagi egalik shakllari, birlik, ko'plik va barcha shaxsdagi egalik shakllari qarashlilik ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, kitobim, kitobing, kitobi, kitobimiz, kitobingiz, kitoblari, ya'ni kitobning menga qarashli ekanligini ifodalashga xizmat qiladi. Uyim, demak bu menga qarashli uy. Telefonim, menga qarashli telefon. Demak, qarashlik ma'nosini barcha shaxsdagi egalik qo'shimchalari ifodalashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, egalik shakllari harakat nomi va sifatdoshga qo'shilsa, bilamizki harakat nomi va sifatdosh bu fe'lning vazifa shakllari, ya'ni fe'l so'z turkumi hisoblanadi. Turkum sifatda qarasak, harakat nomi va sifatdoshga qo'shilganda harakat bajaruvchining shaxsi va sonini ko'rsatishga xizmat qiladi. Masalan, o'qishim, yozishim, yugurishim, kulishim kabi, demak, harakat bajaruvchining shaxsi va sonini ko'rsatishga xizmat qiladi. Va bunda ham barcha shaxsdagi egalik shakllarida bu vazifani kuzatishimiz mumkin. O'qishim, o'qishing, o'qishi, o'qishimiz, o'qishingiz, o'qishlari kabi. Uchinchi bajaradigan vazifasi, demak, egalik shakllarining viloyat, shahar, tuman, korxona, muassasa nomlari tarkibidagi egalik qo'shimchasi umumdan ajratilganlik, xoslik ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. E'tiborli bo'lamiz. Demak, bunda qarashlilik ma'nosi emas, umumdan ajratilganlik, xoslik ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, Amir Temur bog'i yoki o'qish kitobi. Umumdan ajratilganlik, xoslik ma'nosini, demak, oldingi so'ziga qaratqich kelishini qo'yib bo'lmasligidan ham bilsak bo'ladi. Masalan, Amir Temurning bog'i deyishimiz mantiqan xatolik, yoki o'qishning kitobi deyishimiz xatolik, ona tili bo'ladigan bo'lsa, onaning tili deyishimiz xatolik. Demak, ularda umumdan ajratadi. Masalan, tumanlar ko'p, shulardan Termiz tumani desak, demak, o'sha tumanlardan birini ajratib ko'rsatishga xizmat qiladi. Surxondaryo viloyati desak, demak, viloyatlardan bittasini, ya'ni Surxondaryoning viloyati emas, demak, Surxondaryo viloyati, demak, o'sha umumdan ajratilganlik, umumdan bittasini ajratib ko'rsatishlik vazifasini bajarishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, egalik shakllari ayrim ravishlarda e'tiborli bo'lamiz. Demak, ravish so'z turkumida ayrim va bundan tashqari etimologik nuqtai nazardan ayrim sonlar, ayrim olmoshlarni olishimiz mumkin. Yaxtlanib qolishi mumkin, ya'ni o'z vazifasini butunlay yo'qotishi mumkin. Masalan, kechasi, avvallari yoki kunduzi, qaysi kabi so'zlardagi egalik qo'shimchalari bugungi kunda ajratilmaydi, ya'ni oldingi asos qism bilan o'sha yaxlitlikni yuzaga keltirgan, ya'ni qotib qolgan deb qaraladi. Ya'ni kechasi ishlaydi, kunduzi uxlaydi desak, bunda demak kechasidagisi egalik emas, ya'ni ravish tarkibida yaxtlanib qolgan degan xulosa beriladi. Egalik shakllari ismlariga qo'shilishi natijasida fonetik hodisaning har uchala turi kuzatiladi, ya'ni tovush tushish hodisasini kuzatishimiz mumkin. O'g'lim, singlim, ko'nglim, burnim kabi. Bundan tashqari, egalik qo'shimchasi qo'shilganda tovush orttirilish hodisasi kuzatiladi. Shunisi, bunisi, bunim, shunim, obro'yim, parvoyim kabi, demak, tovush orttirilish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Egalik qo'shimchalari bilan bog'liq albatta. Va uchinchisi, tovush almashinish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Bunda asosi, demak, k va q bilan tugagan so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda q tovushi gh tovushiga va k tovushi g tovushiga almashadi va
aksariyat holatlarda ana shu almashilgan holatda, ya'ni fonetik qoidaga muvofiq aytilishiga ko'ra yoziladi. Masalan, qishloq, qishlog'im, ko'ylak, ko'ylagim, terak, teragi kabi. Lekin barcha so'zlarda ham bu holatni kuzatmasligimiz mumkin. Demak, egalik qo'shimchasi ke va q bilan tugagan ikki va ko'p bo'g'inli sof o'zbekcha yoki umumturkiy so'zlarga qo'shilganda fonetik hodisa kuzatilsa, asosan bir bo'g'inli va o'zlashma boshqa tillardan kirib kelgan ikki va ko'p bo'g'inli so'zlarga egalik shakllari qo'shilganda fonetik hodisa kuzatilmasligi mumkin. Masalan, chok, nok, idrok, zavq, shavq, ishtirok, huquq kabi so'zlarda egalik qo'shimchalari fonetik hodisani yuzaga keltirmaydi. Masalan, huquqi, hukug'im emas yoki nogim emas, nokim kabi. Demak, fonetik hodisani kuzatmasligimiz mumkin. Egalik shakllari albatta ma'lum bir modal ma'no ham ifodalashga xizmat qiladi. Hurmatli tinglovchilar, mavzu yuzasidan berilgan savol va topshiriqlarni bajarish orqali mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin. O'tilgan mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.